Doktor A ko'p tarmoqli klinikasida barcha turdagi kasalliklarga to'g'ri tashxis qo'yilib, zamonaviy usullar bilan davolash ishlari olib borilmoqda. Klinikaning radiologiya bo'limida Namanganda yagona bo'lgan MRT 1,5 Tesla, MSKT va rentgen apparatlari mavjud. Diagnostika bo'limida esa ekokardiografiya, FGDS, UZI Doppler, Holter EKG, EEG va laboratoriya tekshiruvlari mavjud bo'lib, bemorlarning dardiga aniq va zamonaviy tashxis qo'yilmoqda. Doktor A klinikasida bemorlar oliy toifali hamda chet elda malaka oshirib kelgan shifokorlar xizmatidan foydalanishmoqda. Bizda terapevt, kardiolog, urolog, endourolog, gastroenterolog, ginekolog, endokrinolog, travmatolog, lor, neyroxirurg, dermatolog, nevropatolog, psixolog, plastik xirurg mutaxassislari faoliyat yuritadi. Ambulator va statsionar davolanish yo'nalishlari bemorlarimiz uchun qulay tarzda yo'lga qo'yilgan. Statsionar bo'limda bemorlarimiz kuniga 4 mahal issiq va lazzatli taomlar bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari massaj va fizioterapiya muolajalari ham yo'lga qo'yilgan. Shinam va toza xonalarda dam olib, tajribali shifokorlar hamda xushmuomala hamshiralar xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Ambulator davolanishda esa ozonoterapiya, plazmaforez, ignoterapiya, bolalar va kattalar massaji hamda hijoma xizmatlari bemorlarimiz qulayligi uchun yo'lga qo'yilgan. Bizning manzil Namangan shahri, Boburshoh ko'chasi 2-uy, mo'ljal Lola Jahon bozori. Murojaat uchun 69 kodi bilan 226 0000 226 88 88